Rasul akram alayhissalatu vassalom bir hadislarda aytadilarki, oxiri zamon bo'lganda bir odamlar chiqadi. Din bilan dunyoni talab qiladilar. Ya'ni dinni yuzasidan dunyo to'plashga o'tadilar. Odamlarni ko'rganda qo'yning terisini yopinadilar. Ya'ni odamlarga qo'yday bo'lib ko'rinishadi, yuvosh. Tillari qanddan ham shirin. Ammo qalblari bo'rini qalbidek. Ichchatoq bo'ri ko'rganni g'ajishga o'tadi. Sirtidan qo'y, tilidan shakar tomib turibdi. Dinni o'ziga daromad manbasi qilib olgan. Ana shunday bo'lganda, deydilar Rasululloh, Alloh taolo ularni o'zlarini bir fitnaga uchratadiki, o'sha fitnadan ulardan eng halimi ham hayron qoladi.